Qishloq hayoti oddiy hayot, hamma ko'rib turgan hayot shu qishloq hayoti. Ertalab turasiz, sigir sog'asiz, sut pishirasiz, molga qarab kelasiz, keyin sipir sigir osh-ovqat qilasiz. Shu qishloq hayoti shuda. Endi bizaga endi shu yashash yoqadi, shunga moslashganmiz. Shu bilan bizaga yaxshi. Shunisi bilan qiziq, mehnati bilan, boshqasi bilan. Ekin ekamiz, pomidor ekamiz, bodring ekamiz, bonka bosamiz. Qishga g'amlash uchun uni piyoz, kartoshka hamma narsani o'zimiz ekamiz, o'zimiz yetishtiramiz. Tikish qilib bilaman, tikishlarni qilaman, o'zim aytaman, uyda o'zim tikishlarim o'zim tikaman. Pishiriq ham shu uyda hamma narsani o'zimiz pishirib yeymiz. Men Boboyeva Maqsuda 82-yil tug'ilganman, 43 yoshdaman. 20 yildan beri shu xonadonga kelin bo'lib tushganman. Shu xonadonda yashab istiqomat qilyapman. Qaynonam qarilar, qaynotam toza vafot etdilar, lekin undan burun yuraklarini 2014-yil operatsiya qildirganmiz. Og'ir operatsiyadan keyin shu faqat kasal bo'lib uyda davolanib yurdilar. Oyijonim yurib bilmaydilar, oyoqlari og'rib, shularga qarab ishsiz uyda qolib ketganman, biron joyda ishlamayman. Bularni tozalab olamizda. Satilchan olib kel. Yo'q, qaysicham bor, qo'limda shu yerda tozalab o'tiranim bordi. Men ana shu qishloq hayotida ishsiz ayolman, ana qariyalarga qarab uyda qolganman. Shunga pensiya yoshda masalan endi ishlab bilmagandan keyin menga pensiya davlat bermaydi. Shu uchun shu qariyalarga qaraganim uchun ham bir pensiyaga masalan staj yordam qilinsa, shunga qaramog'ida shu qariyalarga qaragani uchun ishsiz ayol. O'zimizni hovlimizni dehqoni uzumi, bularni sovuq urmasin deb uzdik. Endi tozalab, churiklarini ayirib, qishga sovuq uyga jamlab qo'yamiz yashiklarda. Tozalab. Boshingiz aylanishib qoldimi? Yo'q, tursam boshim aylanadi. Dalingiz qayta bitta o'lchagaymi, ha? Ketdimmi? Bir kunda bir marta o'lchaymiz davleniyalarini. Ko'p qisdim qo'limni. Bildingizmi? Choy keltiraymi? Och qoldingizmi? Choy iching, abis bo'ldi. Bir-biriga faqat ikkovlari gurung etib yotib o'tiraydilar. Havas keladi-da, odam qariganda biriga muhtoj bo'lib yotib qarab o'tirishlari. Shunga holi ko'tara olmaydilar endi. 2 oy bo'lyotibdi o'lganlariga. Bu ham umr ko'rdilar. necha yil? 69-yilda chiqardim turmusha. 55 yil bo'ldi. 2 oy bo'libdi o'tganlariga. Sentyabr 18-da vafot etdilar. Shungacha uyda sherda qaradik.
Kunda qaradik, iskor chaqiraydik, yurib bilmadilar, oyoqdan qoldilar. Keyin orqa tortdi, yana yuraklari qon yetishtirib bermadi, qonlari kamayib ketdi. Qon quydirib kelsak, nima bo'ldi? Tushib ketdi qonlari, nimadan tushganini topolmadilar. Shunaqa bo'lib, ishqilib umrlari shuracha ekan. Kichkinani o'racham. Tirladan keliydi bova. Yaxshimisiz? Chaqirdingizmi bova? Deb yugurib keliydi, eshikdan keliydi. Tapirda bova. Nima deysiz, chaqirdingizmi? Deb keliydi.